Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulike Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayette Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kuntu hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'rufi ve tenhâvne anil munkari ve tu'minûne billah. Ali İmran suresi 110. ayet. Siz de iyilikte şakıratırgan, günahtan tıyatırgan, Allah'a karşı atırgan, en yaxşı kişilerge çağırgan ümmet bulduğunuz deyil. Hem de şunda koy bir galimler aytarlar. Ni için bizim ümmetimiz en yaxşı sanalar? Çünkü biz iyilikte şakırabız, izgilikte şakırabız, hem günahtan tıyamız. Mene şunda biz kardeşlerim anlarga tiyir bizning zor vazifani. Qayda da biz bulmayık. Kilmigina bulup işlemik, bizning bir zor vazifa bu Allah subhanahu wa ta'ala dinin, Allah ismin, Allah kanunlarını ko'taruv. Nechuk desangiz, birinchi bizni o'zimizning turmushimizda u qonunlarni, u ibodatlarni, u bo'lsin kishilar bilan muomalani Allah subhanahu wa ta'ala nechuk yozgan. Ondan sonra Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam nechuk yozgan, shuni turmushimizga kirituv, erishtiruv. Mana shu eng birinchi odim Allohning ismin, onun dinini ko'taruv degan so'z. Onlar elbette başkalarına anlatıp, ko'rsatib, o'zimiz misal bulup, başkalar bilan muomalada bo'lgan vaqtda shulay yo'q. Agar da biz Allah qo'shgan chog'larni o'taymiz, Allah bilan muomalada oranda tizimiz ekan, bu da Allohning ismini ko'taruv degan so'z. Allah din ko'taruv so'z. Mana shu bek zo'r vazifa bo'lib turadi. O'zimizdan nechikda biz kichkina aytib sezmasak-da, biz shuni anglataymiz, bizning har birimizda er kishi bo'lsinmi, xotin qiz bo'lsinmi, hatta bizim bolalarimiz bo'lsinmi, biz onlarga da anlataymiz, bizning har birimizda zo'r vazifa Allohning dinin, onun qonunlarini, onun ismini ko'tarib. Hem narsagina shu yo'lda bo'lmasin, qoidaga sen ishlama, shuni bil, narsagina bo'lmasin, u Allohning amri bilan bo'lar, ham u sening uchun xayrli narsa bo'lar. Chunki Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam u hadisni siz bilasiz. İskayna tisham bizga shunday xabar berdi. An Abi Yahya Suhayb, Abi Yahya Suhaybdan kelgan hadis, u Muslimda keladigan hadis. Ajaban li amril mu'min di. Mu'min kishining hali ajab. Agar da Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam ajabli hal to'g'ri so'ylasa, bu faqat bu dunyo ishida tugul, ahiret ishida. Ya'ni umuman mu'min kishining hali ajab deydi. Inna amrahu kulluhu lahu khayr. Nashul ajablik. Narsangda turmushida bo'lmasin, ailada, turmushda, ishida bo'lsin, bitinsa onun uchun xayrli. Ne işin? Çünkü o mu'min kishi. Çünkü o Allah qo'shgancha yasharga tirishadi. Çünkü o Allah ismini ko'targa tirishadi, din ko'targa tirishadi. Ham shuning bilan u Allah dinin o'z turmushida saqlagach, Allah subhanahu va taolo uni da saqlaydi. Ham onlarga ziyon keltiradigan narsani turmushga kiritmay ularni. Çünkü bitinisi bilan bu dunyoda Allohning amri bilan faqat. Wa laysa zalika li ahadin illa li mu'min. Bu tamni so'zlar Allah ko'p aytasi kerak. Ham shu darajada bir kimga berilmagan illa magar mu'min kishigagina faqat. In asabahu sarra'u shakara fa kana khayran lahu. Onun bilan birer sinatran hal bo'lsa, o shukr qiladi, u onun uchun xayrli bo'ladi. Wa in asabahu darra'u sabara fa kana khayran lahu. Agar da birer og'irlik kelsa, birer nasharlik kelsa, albatta shu vaqtda u sabr etadi, ham u onun uchun narsa xayrli bo'ladi. Shukr etadi, ham sabr etadi degan ma'no nindi qardoshlarım? Onda bir o'rta ma'no bor. Ya'ni u hallarda gunohni qilmay şulay yok. Allah subhanahu wa ta'ala itaatda davom etadi. Balki даже orttira bora. Çünkü Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam namozlarni qo'shib orttiradi. Og'irlik kelgan vaqtda. Bizda kishilar aytadilar, "Mana og'irlik bo'lsa, onlarga namozga bostirdim" deydilar. Biz anglov tugul. Bu yolg'iz, bu xato. Shunga kimdan sen bo'lib ishlama. Mexanikmisan, shaxtyormisan, foydalana bo'lmaysan, nachalnikmisan. Sen agarda Allah qo'shgancha tirishsan, shu muomalani ishingni tuzirga Gadilli ravishda. Chunki sen dogovor tuzding. Degan nachalnik bilan. Yesa o'zingda ishlovchilar bilan dogovor tuzding. Agar da shu dogovor bilan ishlasan, ham u dogovorda albatta gunoh bo'lmasa, u kelishuvda gunoh bo'lmasa,
Şol vaqtda sen Allah dinin ko'targan bo'lasan. Niçin? Chunki sen adilli ravishda ishlaysan. Abid adillikni Allah subhanahu va taala yaratadi. Hamma nasıl Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinimiz adil dini. Şuna göre eğer de biz foydalana bulmak şunday zor vazife bilan ishlab, bolalarımızga, xotinlarimizga şunu anlatsak, albatta biz bir yoqdan birlashamiz, ikkinchi yoqdan gunohdan yirog'iga boramiz. Hatto oramizda bahs chiqsa-da qardoshlarım. Hatto aramızda birer spor çıksa da, bahs da çıksa, Allah dini ko'targan chizimiz nechik? Aramızını Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öğretken şekilde şişirge çizimiz. Şu vakitte onu dini ko'targan bo'lamiz. Şu vakit bizim turmushimizni qarasak, erta bilan turu bilan yiqilorga yotgancha qadar, shu yiqilganda vaqtda da agar da biz Allah qo'shgancha dinni o'rganib, ondan so'ng Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem misolini olib turmushimizga u masalalarni kiritsak, o'tasak Allah qo'shgancha Allah ondan so'ng Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demak, kuni bo'yi foydalana bormayib, foydalana ishlamayib, shuni bilan ishlasak, kun sayin, adım sayin, har bir qilgan amal sayin biz Allohning ismini ko'tara boramiz. Ham albatta onun dinini ko'tara boramiz. Allah subhanahu va taala yordami bilan ham bu albatta Allohning fursati. Bizga Alloh bergan fursati. Ani ishni bu bizga desak, narsa bizga kerak? Endi qabrda bo'lgan vaqtda bir jon yonina yaxshi sifatli, esli tamli, yaxshi motor yuzli bir kishi kelar ekan. Ham qabrda bo'lgan kishi so'rov berar, sen kim deb. Aytar, men sening ezgi amallaring. Lekin agar da Allohdan yiroq bo'lsak, gunohli bo'lib, imonsiz bo'lib ketsak, shu vaqtda bizga noshor sifatlar, sosi esli, noshor yuzli bir kishi kelarda, aytar, bu kishi so'rar, sen kim degach, aytar, men sening gunohlaring deb javob beraman. Ham bu kishi qachon, ya Rabbim, qiyomat kuni bir qachon boshlanmasaydi deb aytar. Lekin qarindoshlarim, bu dunyoda yashaganda ixtiyor haqqi bor. Ammo lekin bu dunyodan ketgandan so'ng ixtiyor haqqi tamom yo'q. Bizdan bir kim so'ramas qiyomat kuni, esa qabrda qo'yash intellektsini boriga qardoshim, jannatga jahannamga yo'q. Milliondan aqsham bo'lsa da yordam etmiyor. Şoka kardeşim, Allah da her birimizge de mana bu dünyada yaşayanda şu zor vazifani anlap, onu alıp barıp, biz de, ondan sonra bizim bağlarımız da, bizim ailelerimiz, tuğanlarımız, elbette çocuklarımız da onu alıp barsalar inşallah savabı da bizge inşallah barışak. Her birimizge de izgi bendelerden, izgi canlardan bulurlar nasip etseydi. Subhaneke Allahümme bihamdik, la ilahe illallah, estağfirullah.